umringizni bekorga sarflayotganingizdan xabaringiz bormi? Albatta yo'q. Biz kundalik hayot tashvishlari, ertalab ishga ketish, kechqurun ro'zg'or tashvishlari va bolalar, oila ishlari bilan hech qachon o'zimizga hisobot bermaymiz. Kunimiz qanday o'tdi, nimalarga ulgurdik, nimalarni qildik. Biz hattoki ularga ahamiyat ham bermaymiz. Misol uchun, inson har bir kunini tahlil qilib borish kerak. Har kunlik rejani bir kun oldin, bir hafta oldin rejalashtirish kerak va uni to'g'ri rejalashtirish haqida sizga maslahatlarim bor. Time management odatda biznesda ishlatiladigan ko'nikma, lekin inson hayotini foydali, muvaffaqiyatli yashab o'tishi uchun va nafaqat biznesini, hattoki o'z hayotini to'g'ri boshqarishi uchun time management o'ta muhim bir vositadir. Men sizga osongina bitta instrument bilan bo'lishaman. Bu bir kunlik vazifalarni 3 ta toifaga ajratasiz. Birinchisi muhim, ikkinchisi o'rtacha muhim, uchinchisi o'ta muhim bo'lmagan. Ya'ni muhim bo'lmagan 3 ta kategoriyaga ajratib, siz eng muhimiga vaqt sarflashingiz kerak. Odatda insonlar avval mayda-chuyda yengil harakatlarni tugatib, keyin kattasiga o'tishni xohlashadi. Lekin asosiy vazifani bajargungacha ularda na energiya, na motivatsiya, na kuch qoladi. Natijada mayda-chuyda ishlar qilinib, asosiy ishlar qilinmay qolib ketilaveradi. Shuning uchun siz hayotingizda asosiy ishlarga aksent berish uchun bir kun oldin, bir hafta oldin yoki bir necha kun oldin kuningizni yoki bajaradigan ishlaringizni mana shunday turlarga, muhimlik darajalariga ajratib va eng muhimidan boshlashingizni tavsiya qilaman. O'shandagina siz hayotingizni samarali va muvaffaqiyatli yashab o'tgan inson bo'la olasiz.